Xo'p do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Bugun biz Science muzeyi, ya'ni fanlar muzeyiga keldik va bugun ushbu videoda shu muzey to'g'risida qisqacha obzor bo'ladi. Ketdi. Bir 1851-yilda buyuk xalqaro ko'rgazmadan so'ng ushbu muzey 1909-yilda mustaqil muzeyga aylangan. Abdulaziz, ushbu muzey to'g'risida bir ikki so'zlaringizni aytsangiz. Birinchi Natural Historical Museumga bordik. U ham 4 etajli juda katta muzey edi. Bu ham xuddi shunaqa katta ekan, juda mana Uni aylanishga menimcha necha soatingiz vaqt ketadi? 2,5-3 soat. Haqiqatan do'stlar, muzey juda katta va bu yerga kirganingizdan keyin Abdulaziz aytganlaridek 2-3 soatdan keyin kamida chiqishingiz mumkin. Do'stlar, zo'r fakt aytaymi? Ushbu muzeyga kirish mutlaqo bepul. Nima deyapti? Muslima, в целом muzey juda katta ekan. Sizga qaysi joyi bu ko'proq yoqdi? Men biologiya va ximiyaga qiziqqanim uchun va kichkinaligimda doktor bo'lmoqchiligim uchun menga ko'proq anatomiya joyi ko'proq yoqdi, отделы ko'proq yoqdi. Haqiqatan anatomiya отделы juda katta ekan. Bu muzeyning yana bir afzalliklaridan bu 0-etajida, shu 0 etajida o'zida shoppinglari bor, har xil o'yinchoqlar va har xil merchli kiyimlar olib, bemalol o'zingizga zakupatsiya qilsangiz bo'ladi. Xo'p do'stlar, ushbu videoda biz fanlar muzeyiga tashrif buyurdik va ushbu video o'ylayman sizga yoqdi, ma'lumotli bo'ldi, foydali bo'ldi va albatta keyingi videolarimizda ko'rishamiz do'stlar. Genius Group Angliya, Londonda ko'rishguncha.